Dadajon, sevimli o'g'lingiz keldi. Bilaman, meni kelishimni juda ham xohlagansiz. Meni ko'rishni istayotganingizni o'zimga aytishingiz mumkin edi, singlimni aralashtirmasdan. Xo'sh, gapiring, bizdan nima istaysiz? Singlimni nima bilan qo'rqitdingiz? O'g'lim otasiga tik gapira oladigan darajada ulg'ayibdimi, balki o'tmishni unutgandir. Meni o'tmish bilan qo'rqita olmaysiz. Yana bir gap, endi siz topgan bolaga aslo turmushga chiqmaydi. Men tirik ekanman, bu oilada qarorni boshqa hech kim qabul qilmaydi. Qaysi oilani aytyapsiz? Men onam o'lganda barchasidan voz kechganman. Agar oradan chiqib ketmasangiz yoki singlimga zarar bersangiz, sizni xafa qilib qo'yishim mumkin. Axir o'g'lingiz sizni tarbiyangizni olgan. Yaramas bola, bularni seni deb qilyapman axir. Nima bo'ldi?